Kechki tekshiruvimizda BYD Song Plus 2023-yil flagship Dragonface 505 km yuradigan mashinani to'liq tekshirdik. Kraska joylari yo'q, lekin kosmetika joylari bor. Mana shu eshigi yechilgan, miyatina bo'lgan. Machtada agar ko'rinayotgan bo'lsa, to'ldirilgan joyi bor. Machtada ham to'ldirilgan joyi bor. Miyatina bo'lgan, sal grubiyroq bo'lgan. Orqa bagajida tegida kichkina miyatinasi bo'lgan. Qolgan joylari toza. Mashina 23-yil, 26 ming kilometr yurgan. Salonlari a'lo darajada turibdi. Qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Polni kompyuterni diagnostika qildik, hech qanaqa muammolari yo'q, kamchiliklari yo'q. 26.080 kilometr yurgan, probeg o'ziniki, xudo xolasa hamma joylardan tekshirdik. Batareya yo'nqislari 96%. Xudo xolasa mashina baraka bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar, любой mashinalarni tekshirib beramiz.